Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarga zo'r mashina topib qo'ydim albatta. Mana bu tormozni ko'ryapsizlarmi? Tormozning ushashini. Tormozi ham dahshatli mashina. Hozir sizlarga aytaman, nomini ham chiroyli qilib tushuntirib o'tamiz. Hammalaringga tavsiya qilib qolaman. Inshaalloh hammamizning uyimizda shunaqa yangi salafan mashinalar nasib qilsin akalar. Shunaqa niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib yuboramiz. Boshida aytib qo'yaman, 1.900.000 dan oylik to'lovi chiqadi. Bunaqasi qayerda bor? Konditsioneri bor. Undan tashqari ABS tormozi bor. 6,5 ta rasxod qiladigan injektor motor 7 kishilik mashinani qaydan topasiz? Albatta bu o'zimizda Gulistondagi, ya'ni Sirdariyodagi Asaka Motorsdan ishlab chiqarilyapti. Bu degani servis xizmatlari, zapchast xizmatlari bor akalar. Endi muammo bo'lmaydi. Bunaqa komfort, bunaqa narxga yo'q. Video davomida to'liq tushunib olasizlar. Videorolikni boshladik akalar. Srazo oldi ko'rinishdan boshlaymiz. Mana ko'ringlar, oldi ko'rinishidan. Kengina 50 mashina, ya'ni ensiz bas. Balandligini ham ko'rasizlar, greti mana meni bo'yim 1.70 bo'ladigan bo'lsa, 1.80, 1.90 atrofida bor akalar. Oldi chiroqlari keladigan bo'lsak, bu yoqda tumankan o'rni bor, kattagina gabaritli chiroq, ya'ni yo'lni yoritish uchun mo'ljallangan. Qancha chiroqni mana bu diametri katta bo'lsa, yoritish shuncha tiniq bo'ladi akalar. Pavorotnikchalari bor, ikkita mana bu yog'ida, u yog'ida. Mana ko'ringlar mana. Plus balonlari 13 balon bo'ladi. Oldi akalar amazator bo'ladi. Oldi amazator bo'lgandan keyin mashina yumshoq bo'ladi, bilasizlar. O'zini zavodskoy balonida akalar, bemalol yurishingiz mumkin. Kalpak, mana kalpakda xolos. Plus orqasiga keladigan bo'lsak, orqasi ham 13 balon bo'ladi. Orqasi 13 bo'lganlik hisobiga ikkovi tekis bo'ladi. Yerdan balandligi gidetda 35, 40 yerdan baland bo'ladi. Ya'ni mana ko'rasizlar, diametr qancha baland. Bu degani o'nqir-cho'nqir yo'llarda, qishloq sharoitida ham, bemalol tog'li yo'llarda ham yursangiz bo'ladi. Tortishlari ham zo'r. Bular haqida ham ma'lumot berib o'taman. Resorda akalar, mana resor, zavodskoy resor. Plus akalar yana bitta narsani aytamiz. Resor bo'lgandan keyin resor qo'shtirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'proq inson o'tirib ketsa bo'ladi. Orqa tarafiga keladigan bo'lsak, bo'ling bardosh. Endi O'zbekistonda bo'lgandan keyin men sizlarga har doim aytaman, umuman zapchastdan muammo bo'lmaydi akalar. Kengligini ham ko'ringlar, qanaqa keng mashina. Bemalol ochib, mana bunday qilib, mana o'zi avtomatik ham ochilsa bo'ladi. Agar dachaga bormoqchi bo'lsangiz, damagani bormoqchi bo'lsangiz, do'stlaringiz bilan bir sayohatga chiqmoqchi bo'lsangiz ham, komfort xohlaganlar uchun komfort mashina. Oilaviy ham minsangiz bo'ladi. Do'stlar bilan ham minsangiz bo'ladi. Orqasida joyi bor. Gizeti 35-40 santimetrlik joyi bor. So'mka qo'ysangiz bo'ladi, mana so'mkalar qo'ysangiz bo'ladi. Yoki liniyaga qatnaysangiz ham bo'ladi. Liniyaga qatnaydigan mijozlarimiz bo'lsa, qishloqqa qo'yaman yoki shaharga katta liniyaga qo'yaman desangiz ham bemalol 100% qo'ysangiz bo'ladi. Chunki komfort mashina hozir liniyaga ham ko'proq komfort xohlaydigan insonlar komfort mashinaga chiqyapti. Pulini qizig'i bo'lmayapti akalar, komfort xohlaganlarga. Chunki yozda issiq kunida aynakni ochib ketgandan aynakni yopib, konditsioner yoqib ketgani yaxshi. O'shaning uchun akalar. Mana bemalol kengina joyi, mana. Zavodskoy linoleum bo'ladi akalar. Bunga pul sarflab ortiqcha linoleum sarflash kerak emas akalar. Ya'ni o'zi zavodskoy linoleum bo'ladi. Bu nimalarga keladigan bo'lsak, mana ikkitalik bo'ladi, bemalol joyiga qulflab, ya'ni kalitda ochiladi mana, kalitda ochiladi. Bo'ling bardosh. Gap yo'q, lekin bu yoqlariga keladigan bo'lsak, bu yonboshlarida mana ko'ringlar. Mashinamizning holatini ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Haligi ba'zi bir mashinalarni ko'rsangiz baland bo'ladi, bir ko'rimsizroq bo'ladi. Bu unaqa emas, komfortroq, komfort xohlaganlarga. Endi bu ichkariga keladigan bo'lsak, mana ichkarilarini ham ko'ringlar akalar. Eshikni ochilishini qaranglar, qancha ochilyapti. Ya'ni birigalarda nimasi mana shuncha ochiladi. Bu yerda o'tirgani ham noqulay bo'ladi, o'tira olmaysiz. Bu 3 talik ochiladi mana. Qaranglar mana. Bitta, mana ikkita, mana 3 ta mana. O'zi mashina eshigi o'zi avtomatik trade o'sha holatda borganingizda. Zamoglari mana bu o'ynab ko'taradiganlari rushnoy bo'ladi. Bemalol o'ynatib ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Plus zavodskoy polli bo'ladi. Mana zavodskoy pollik, mana. Zavodskoy o'zi polli bo'ladi. Chexol bo'ladi mana. Bemalol bu yerdan regulovka qilsangiz bo'ladi mana. Men hozir o'zim o'tirib ko'rsataman akalar. Plus mana bemalol o'tirsak bo'ladi. Bitta barcha qo'yib olsak bo'ldi akalar. Komfort qaranglar, komfort xohlaganlar uchun komfort mashina ko'rsataman. Bitta u yoqdan aylanib o'tsangiz, bir chiroyli qilib sizga obzor qilib beraman.
Bu mashinamizda endi yetganlar bor, yetmaganlar bor akalar. Mashinamizning holatini ko'ringlar. Chexol bo'ladi, material mana. Material bo'lgandan keyin terilatmaydi akalar. Terilatmaydi. Mana tepalari ham bemalol ko'ringlar mana. Mana. Bitta qo'yib, kallani qo'yib ketsangiz bo'ladi. Eng qizig'i akalar, mana. Damogingiz kelsa mana, bemalol yotib damda olaverasiz, levani qilaverasiz, eng qizig'i levani qilaverasiz. Mana. Yana joyga qaytaramiz. Menga bitta barchani qo'yib olasiz. 2 kishi maza qilib yuraverasiz. Orqaga 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta shofyor bilan 7 kishilik ekan. Bu degani B kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. B kategoriya bilan minsangiz bo'ladi. Endi qulayliklar keladigan bo'lsak, rollar gidrolik aka. Bu yoqdan chiroqlarini, bu yoqdan regulovka qilsangiz bo'ladi. Bu yoqdan dvornigini, bu yerda avariyankasini maqsangiz bo'ladi. Mana avariyankasi mana bu yerdan ruchka tortsangiz bo'ladi ekan. Qulaylik deb konditsioner deyapmiz. Konditsioneri bor. Yozgi kunida chillada, issiqda akalar, hamma komfort oladi deb aytaman-ku. 10 ming so'm qimmat bo'lsa ham konditsioneri bor mashinada juda ko'pchilik insonlar ketadi. Mana sizlarga konditsioneri bor, ba'zi bir mashinalarda yo'q. O'shaning uchun sizlarga konditsioneri bor mashinalarni ko'rsatyapman. Magnitofoni, pechkasi, plus 2 tagina kolonkachasi ikki yonida bor. Pechkalar mana ko'ryapsizlar, har bitta shaxtalardan issiq havo, konditsioner chiqadi. Hozir men konditsionerni yaqqanim bilan sizlarga bilinmaydi akalar. Buni 100 marta, million marta gapirgandan ko'ra, sizlar bir marta kelinglar, meni ko'ringlar, keyin ha, Islomjon to'g'ri aytgan ekan deysizlar akalar. Tepalarida mana to'sqichlar, ya'ni quyoshdan bemalol pana qilasiz. Plus mana bu yerda ham bor, qo'shimchasiga. 30 sm mi, 25 sm mi? Yorug'likda ozgina sizlarda ko'zlaringni qamashtirmaydigan ana bunaqa plyonkalari bor. Plus akalar, endi roliga keladigan bo'lsak, motorga keladigan bo'lsak, motorini ko'ringlar akalar. Buni motori 1.2 motor bo'ladi akalar. 1.2 bo'lgandan keyin injektor bo'ladi akalar. Injektor bo'lgandan keyin benzinda o'tab, metanga o'tadi degani. Yoki benzinda yurib, propanga o'tadi degani akalar. Xolasangiz propanda o'zida yurishingiz mumkin. Xolasangiz metanda yurishingiz mumkin. Bizda eng qulayi shu deb o'ylayman, chunki injektor bo'lgandan keyin kamroq rasxod qilasiz. Bu yoqlarda keladigan bo'lsak, mana hozir kalitni ochib o'taman, nima qilaman? Mana sohati bor ekan, ya'ni sohat, mana qo'shimchasi mana sohati bor. Nechta benzin rasxod qilyapti? Hammasini ko'rsatadi. Benzinni tugasa benzinni mana bu yerda ko'rsatadi. Remendikini, ruchnoy tortilgani, avariyanka hamma yo'g'ini mana ko'rsatadi akalar mana. Kabloning o'zida ekan hamma yo'q akalar mana. Ko'ringlar, mana. Endi men ko'proq konditsioner bor mashinani yaxshi ko'raman, sababi ko'p yuraman, ko'p yurgandan keyin bilasiz, orqa terlaydi. Nima qilish mumkin? Konditsioner bo'lgandan keyin bemalol konditsionerni yoqib ketaverasiz. Shu konditsionerni yoqib yurgan holatda ham akalar 6,5 ta, shahar ichida 6,5 ta rasxod qiladi. Bunaqa mashina bormi? Shunaqa 6,5 ta rasxod qiladigan mashina bormi? Mana sizlarga men tavsiya qilaman. Polniy pollik mana. Taglari polniy pollik. Polligini ko'rasizlar, mana dahshat. Mana zavod tarafidan qo'shib beriladigan kulichlari, plus mana nur qaytargichlar. Mana bu yerda kitobi bor. Bu kitob nimaga kerak Islomjon desangiz, bu kitobda akalar mana yozib qo'yilgan. Vuling bardosh mana. O'zimizda Asaka Motorsda ishlab chiqarilyapti bu mashinamiz. Bu mashinamizda har bitta detalda akalar, har bitta detalni lotin tilida yozib qo'ygan akalar, lotin tilida. Bemalol masalan, men o'qib, meti buzilib qolsa men aytagan, yoki sidinani qanaqa qilib tortish kerak, yoki konditsionerni qanaqa qilib yoqish kerak, metanda qanaqa qilib o'rnatish kerak, yoki endi men misol keltiryapman, buni bolotni qanaqa yechish kerak, rolni qanaqa yechish kerak, skorda qanaqa, hammasini ma'lumotini mana shu kitobda berib qo'yilgan. Mana nechta benzin rasxod qiladi, hammasi mana shu kitobda bor akalar. Bemalol o'zingiz uchun ham olib tanishishingiz mumkin akalar. Mana har bitta detaligacha yozib qo'yilgan akalar. Tak, buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana bunaqa nimasi ham bor. Avariyanka holatida bu nimani kiyib olsangiz bo'ladi. Nur qaytargichlar. Gap yo'q. Tepalaridagini aytdim, chiroq, mana chiroqchasi. Orqada ham chirog'i bor, bu yoqda ham. Bemalol. Mashinamiz hozir o'tagan holatda turibdi. O'chirib qo'yamiz-da. Rasxodlarni aytdik. Bitta motorni sizlarga ko'rsatib qo'yaman akalar mana. Qaranglar, motorni ochishda ham mana bu qizil knopkasi bor. Qizil knopkasini ko'tarib turib mana. Ko'tarib turib keyin ochiladi. Buni o'zi shuni qilsa, buni ochilmaydi mana. Bunday tortsangiz ham ochilmaydi. Qachonki mana qizil knopka oldiga tortib turib, shuni qilsangiz keyin ochiladi. Bu taraf ham xuddi shunday. Mana. Ochilishi, mana motorni ko'ringlar. Oddiygina, soddagina motor bu motor.
Mana ko'rinishini ko'ringlar buni. Mashinamiz 1.2 motor bo'ladi akalar. 1.2 injektor bo'ladi akalar, injektor. 82 ta ot kuchiga ega bu motorimiz. Rasxodi 6,5 ta bo'ladi akalar. 4 silindrli 16 klapan bo'ladi akalar mana. O'zimizda sodda motorda akalar mana. Qo'pol qilib aytganda, o'zimizda sodda motor. Sepli motor bo'ladi. Yana bitta taraf akalar, sepli motor bo'ladi akalar. Yotkizdiramiz mana. Yana joyiga bemalol qatirib nima qilsangiz, mana avtomatik o'zi qisib qoladi mana. Mana bo'ldi, qisib qoldi mana. Mana bu taraf ham xuddi shunday. Mana. Mana o'zi avtomatik qisib qoladi. Mana. Yon bokovoylarni ham ko'ringlar, 50 gina, ya'ni orqani bemalol ko'rsatadi 50 gina. Bu ba'zi bir mashinalarga o'xshab ikki tarafi, bir tarafi ochiladigan emas. Ikki tarafida ham eshigi bor. Ikki tarafidan ham bemalol ochsangiz bo'ladi. Mana hozir men eshigini ochyapman, o'sha eshik yurmayapti orqaga mana. Nima sababda? Chunki mana o'sha balandlikda turibdi, mashinaning eshigi o'zi avtomatik yopilib qoladi. Agar mana shuni xohlamayotgan turgan insonlar bo'lsa, oxirigacha shuni olib borasizlaring. Mana bu yerda zamokchasi bor, avtomatik o'zi qisib qoladi. Qachonki mana bu ruchkani tortib turib, nima qilmasangiz mana ochilmaydi. Ya'ni qaytmaydi sizga mana. Bu ham bitta qulayliklardan biri. Eshit, shuni ochsangiz mana ketdik, eshit ochyapmiz. Ochib turib qo'yib yuboryapmiz, yuk olamiz desak tegib qolaveradi mana buni. Qachonki siz oxirigacha olib bormasangiz, mana olib borsangiz, o'sha kirdi, kalitga kirdi, qulupga kirdi, ushlaydi. Bemalol mana endi o'tirsangiz bo'ladi mana. Mana. Endi o'tirganimizda ham kengligini qaranglar mana. Ruchkasi bor mana. Bu yoqqa bir kishi, bu yoqqa bir kishi. 2 kishi, orqaga 3 kishi. Bemalol ketsangiz bo'ladi akalar. Plus bu yoqdan keling mana. Mana. Ochilishini ham ko'ringlar mana. Bu yoqlar. Endi men tepaga chiqyapman mana, ketyapman mana. Balandligini ko'rsataman mana. Mana. Bemalol orqaga o'tishda ham qulaylik qaranglar, bemalol o'taman mana. Mana. Ko'ringlar mana. Hop, mana o'tirishimni qarang. Maza qilib o'tirasizlar mana. Remen bor mana. Bunda ham remen bor akalar. Mana. O'rtada detskiy remeni ham bor mana. Mana. Eng oxirida mana. Detskiy remenigacha bor. Bu yoqlarda ham remen bor mana, qo'shimchasiga. Bu yoqda ham remen bor mana. Mana. Remen so'raganlar uchun remen mana. Plus orqaga 3 kishi bemalol qisilmasdan ketasizlar mana. Bemalol mana. Bemalol ketaverasizlar qisilmasdan. Bu yoqlarda ruchkan o'rni bor, bemalol ruchka qilsangiz bo'ladi. Konditsioner shaxtalari mana. Oilaviy detskiy hisobida ham ishlatsangiz bo'ladi, liniyaga qatnasangiz bo'ladi. Qanaqa ish bo'lsa qilaveradi. Komfort любой joyda, turizmda ishlasangiz bo'ladi akalar. Bog'chalarda, maktablarda, undan tashqari yana bir qanaqadir nimalarda, tashkilotlarda ishlasangiz bo'ladi. Mana tayyor. Soqqali pulda endi bu. Sizlarga soqqali biznesni ko'rsatyapman akalar. Puldali nima qilsam bo'ladi ekan, qayerga ishlatsam bo'ladi ekan degan insonlarga mana sizlarga tayyor. 82 ta ot kuchiga ega akalar. Bu degani 82. Endi 1.2 motor akalar. Tortishi ham zo'r. Maza qilib minasizlar akalar. O'zimizda, ya'ni Asaka Motorsda ishlab chiqaryapti, ya'ni Gulistonda ishlab chiqaryapti bu Sirdaryoda. Mana sizlarga akalar. Yurishlarni ham bir ko'rsatib o'taman. Plus taraflarni sizlarga ko'rsatib o'tdim akalar. Mana. Qaranglar, yerda ancha baland. Bu degani yamalarga tushsangiz ham, hali botib qolish, unaqa narsa bo'lmaydi mashinada. Yopamiz, mana avtomatik yopildi. Bu ham shunday, bu tarafida ham mana qulupi bor. Avtomatik ushlaydi, mana ketmaydi mana. Mana ketmaydi. Hamda qilamiz mana, ketdi. Xo'ba, yopildi mana. Mana ko'ringlar. Ko'rinish jihatidan, gabarit jihatidan ham bemalol minsangiz bo'ladi. Ya'ni ham keng, ham yo'l tanlamas, ham ko'pgina inson oladi. Ya'ni 7 ta o'rindiq. Kenggina ketasiz. Bemalol hali qisilib qolmaysiz. Masalan, mana bu yerga ham sidina qo'ysa bo'ladi mana. Mana bu yerga ham sidina qo'yib yursangiz bo'ladi, lekin qo'ymaydi. Keng, komfort xohlayapsiz, mana komfort sizga. Puli ham juda ham oson akalar. Ya'ni puli ham juda ham arzon akalar. Narxi ham juda ham arzon. Baribir Islomjon, narxini aytmasangiz bo'lmaydi yoki oylik to'lovini hech bo'lmasa aytib qo'ying degan insonlarga akalar, oylik to'lov agar 30%, 40% to'lov qiladigan bo'lsangiz akalar, buni oylik to'lovi ham juda ham arzon chiqadi akalar. 1.899.000 so'mdan oylik to'lov chiqar ekan akalar. Oylik to'lovi. Mana sizlarga. Bunaqa narx hech qayerda yo'q akalar. Biz sizga eng zo'rini tavsiya qilib qolamiz akalar. Mashinamiz turibdi. Hozir bitta mana bu yerda minib ko'raman. Qani qanaqa ketadi ekan. Yana bitta plus tarafini aytaman akalar. Hozir mashinani minib qaytgandan keyin aytaman buni. Chunki hozir aytsam sizga qiziq qolmaydi. Tak. Rasxodiga keladigan bo'lsak 6,5 ta,
rasxod qiladi shaharning ichida. Agar trassada bo'lsa, yana ham kam rasxod qiladi. Plus benzin tanlamaydi akalar. Bemalol 89 da ham haydasangiz bo'ladi, lekin men 89 da tavsiya qilmayman. Ya'ni hech bo'lmasa 91, 92 ni kuying deyman akalar. Mana akalar, shu mashinani yurgizyapman oldiga. Mana. Endi chunki hozir tashqariga chiqadigan bo'lsam, tashqarini razvoroti juda ham uzoqda ekan. O'shaning uchun ishkal bo'lmasin deb mana baribir bitta narsa akalar, mashinani komforti. Bitta konditsionerdan qilib yuraychi, qanaqa bo'lagana. Endi rasxod kam bo'lsa, bo'laveradi, qancha bo'lsa. Hozir shu yerdan bosaman, qanaqa yuradi ekan mashina. Bemalol orqani mana bu o'ynak orqani ko'rsatadi akalar. Mana bu tarafi bu yoqda ko'rsatadi. Mana iskorlarni ham juda ham multfilmda bemalol yumshoqini iskorda solsangiz bo'ladi. Mana. Tormozni ko'rdinglarmi akalar? Nimaga bunaqa tormoz bo'ldi akalar? Nima deb o'ylaysizlar? Tormoz ABS akalar. ABSlik uchun o'rnida ushadi mashina mana. Mana o'rnida ushadi. Mashinani birinchi o'rinda tormozga e'tibor berish kerak. Sababi ko'chalarimiz mana bu ko'chada yuradigan bo'lsangiz, kimdir tez yuradi, kimdir sekin yuradi, oldingizda kimdir sirazi tormoz yezib yuborishi mumkin. Bunga albatta обязательно ABS tormozli bo'lish kerak. ABS tormoz mana bor. Narsasi qoldi. Buni ham bitta ko'rsatib o'taman. Ya'ni oldida nimalari bor? Ko'pchilikga qiziq. Buni sizlarga ko'rsatib o'tamiz hozir. Yangi bo'lyapti. Mana kelinglar. ABS so'raganlarga mana ABS. Pastda turibdi ana. ABS konditsioner. Bu suv nasoski, ya'ni mana bu dvornikniki. Ko'ryapsizlar, Dankrat ключlari, tormoz vakuumi, и plus radiator. Radiator ham kichkinagina emas akalar, kattagina. Yozgi kunida qizib ketmaslikda oldini oladi. Bu mashinamiz O'zbekiston sharoitiga moslanib ishlab chiqarilyapti. O'zimizda Gulistondagi Asaka Motorsdan. Mana aziz obunachilar, to'liq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Mabodo tushuntira olmagan joylarimiz bo'lsa, albatta call center nomerini qoldiryapman. Qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumot ham olsangiz bo'ladi. Videoga like bosamiz, og'aynilarimizga, do'stlarimizga, komfort xohlagan insonlarga yuborib qo'yamiz. Salomatchilikda, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Bu mashinani mabodo xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 12 ta viloyatdan xarid qilishingiz mumkin. Soatlab, kunlab, oylab kutishingiz shart emas. 1 soatda ishingiz bitadi. Qolganini, ya'ni 1 900 000 dan oyma-oyga to'lab bersangiz bo'ldi. Salomat bo'linglar akalar.